2025-yil 28-iyun sanasida olinayotgan videomiz do'stlar. Eng lider bo'lib turgan nokimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Karmen noki bo'ladi bu. O'zbekistonda istalgan hududiga moslashyapti. Yana ham plus tomonlari ancha-munchaga kasallik chaqirmaydi bu do'stlar. Holati ham juda zo'r. Kalibrga keladigan bo'lsak, 3 dona 4 donasi 1 kilo chiqaradi. Farg'ona viloyati Quva tumanida Shreder qishlog'ida do'stlar yetishtirilayotgan bog'. Albatta bu bizni bog'imiz emas, bu akaxonimizning bog'i bo'ladi bu do'stlar. Salohiddin akani bog'i. Mehnatiga bittadan like bosib o'tasizlar. Bu mehnatni qilish ham oson emas do'stlar. Avvalo Allohdan hammasi sababini qilib qo'ysanglar bo'laveradi do'stlar. Mana Xudo xolasa mehnatlarga like'lar bosib o'raveramiz. Bog' qilaman degan akalarimiz bo'lsa, bog' qilish tavsiya qilib qolamiz. Ko'chatlari bor albatta. Noyabrdan boshlab Xudo xolasa ko'chatlarni sveji qilib ko'chirib sotaveramiz. Bog'da holati juda zo'r, a'lo darajada ko'ryapsizlar. Toza Xudo xolasa, toza holatda turibdi. 5 ga 1 sxemada bo'lgan bog' do'stlar. Gektariga shunda 2000 tutdan ko'p ketadi. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Like'lar tirsillatib tashaveramiz. Salomat bo'ling.